1 kilo atrofda oldingizmi? Baholaydigan bo'lsak, juda ham men ana qiladigan narsam, yana bir marta takrorlaydigan narsam, juda ham zo'r maydalangan. Maydalar darajasi 0.3 anaqa qo'yilgan. Zo'r. Endi buni bittasi yozdi kommentariyaga suvni isrof qilma dedi. Uni xab bo'lmaymiz. Lekin ba'zi narsalarga biz nima deydi, bir narsadan voz kechmasa bir narsa erishmaymiz. Demak, voz kechishimiz kerak nimadandir. Bu yerda bir sadr chelak bilan suvni tugatib qo'ymaymiz. Albatta, ba'zi suvni isrof qilish niyatimiz yo'q. Faqat bu yerda manfaatli narsani ko'rishimiz uchun qilyapmiz. Demak, suv soldingizmi? Keyin chetqiyinda qo'lingizdan aralashtiring va uni tindiring. Tindiring. Cho'kadigan qism, og'ir qism, don qismlari asosan cho'kadi. Chunki don o'sha asosiy energiyani tashkil qiladi. Buni ko'rishib, o'sha donga qarab turib biz laboratoriyaga jab bora olmay qoldik. Hech bo'lmagan qop sotib olganingizni baholab olsangiz bo'ladi shunday. Sal bo'lsa ham energiyamiz to'g'ri keladi. Endi cho'kdi. Hozir bu yerga qilsak, endi bu tozalashimiz kerak bo'ladi-da. Ha, tozalaymizmi? Mayli, tozalaymiz. Xo'p. Ana endi uni ajratib olamiz. Endi ha olish bu qurib ketadi darrov, tezda u yo'q olib ketadigan narsa. Shu qo'qon shamol yomonga olib ketib qoladi uni. Qurigandan keyin. Xo'p. Bir ikkita donlarni ko'rishingiz mumkin, bir ikkita donlari bor. Lekin unaqani ko'radigan bo'lsak, Makkaning ichidagi даже mana bitta qarang, mana shuna kattalikda bo'lgan ekan, unga qolganlar deyarli ezib o'rilgan, mana zo'r qilingan. Zo'r kesadigani zo'r. Endi u suv to'kib o'ragan. Oson olib To'la Makka suvini to'kib oldik. To'kib olgandan keyin yonidan buni o'zini to'kamiz. Ochinglar, orani ochinglar. O'tirmanglar. Hammadan turib. Yo'q, hammadan emas, hozir ko'ramiz. Demak, akangga mana shu odamni o'zi bilan agar yaguarchi bo'lsa, men gaplashsam yaxshi bo'lardi. Shu yaguarchi aniq yo'q, tegirmonni sal beri tegirmonni qay darajada ishlatganligini bilmayman, lekin tegirmon yaxshi qisilmagan. Don o'tishi, lekin zo'r maydalagan. Vobshe chotga bundan zichlik olib kirishingiz qulay, hamma taraf imkon darajada mashina o'tirasiz. Endi ana shu energiyadan kelib chiqqan mana bu energiyamizni hazm qilish uchun bizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Hamma bakteriya buni bu ustidagi ko'radigan choponchasini mana buni yechib kira olmaydi. Mana bu donimiz axlatdan chiqib keladi. Mana shu don chiqib keldimi, demak siz yo'qotgan energiyangiz hisoblanadi. Hozir do'stimiz aytgandek, bugungi ratsionni 60-70% o'zini tanasini tutish uchun oldi. Qolgan narsasini semirishga sarflay olmay qoladi. Mol boqib o'tiraveramiz. Axlatdan chiqib ketadi. Ha, o'tkazaveradi. Xo'p, mana endi qaraydigan bo'lsak, umumiy qismga qarab tur, qarang. Qarang. Qancha don bor endi qarang. Mana katta yirik qism, yana bitta qism, bunda ozroqgina energiya bor. Aslida donli Makka mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Ana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana men donni olib qo'yaylik, aslida mana shu ko'rinish qoladi. Ideal holda donlarda hamma joyda kraxmallar ko'rishimiz mumkin, ezilgan donlar ko'rish mumkin. Deyarli hammasi bo'ladi. Mana shu Makka selisda agar laboratoriya qilib ko'radigan bo'lsak, o'rtacha 6.2 megajoule energiya chiqadi. 6. mana shu holatda donlarga ega. O'rtadagida? Yo'q, emas, hammasini qo'shadigan bo'lsak, shuni tekshiradigan bo'lsak, 6.2 megajoule energiya bo'ladi. 28% qurilmasiga ega. Proteini ko'p chiqsa, bunda biroz naslik, unaqa bo'lgan namligi bo'lgani uchun 85 bilan 90 oralari chiqadi. Gram bo'ladi bir anaqasiga. Qolgan hech jihatdan birozga o'sha achigan, agar yaxshi yopilgan bo'lganda zo'r Makka selis chiqadi. Bu degani biz yomon emas, yaxshi Makka selis. Lekin buni yaxshilasak bo'ladi. Bo'ldi savol. Hozir bu 1 kilo silyapsa bu? Ha. Hozir bunisi necha foiz, bunisi necha foiz deb olamiz? Yo'q, necha foiz deb olmang. Mayli, buni deb olsangiz ham bo'ladi. Bunisi hech bo'lmaganda 50, buningiz 30, buningiz 20 bo'lishi kerak. Do'stlar narsa borda, butun Makkalar deyapsiz. Mol qo'sh qaytarganda nisbatan sindiradimi? Tishiga to'g'ri kelib qolsa. Juda ham ozgina to'g'ri kelib qolsa. To'g'ri kelib qolsa. Sindiradi, lekin axlat yursangiz chiqadi. Yo'q, axlatdan chiqyapti. Xo'p, bo'ldi. Buni ko'rdik, baholadik. Endi bitta yomon silisi. Xohlasangiz ikkalasini ham baholab beraman. Xo'p, bunisiga o'tamiz.